Akamiz ayollariga kosmetika do'konini ochib beraman deb niyat qilgan edilar va nihoyat mana o'sha kuni yetib keldi do'stlar. Obyektni topshirishimizdan oldin birinchi bo'lib sizlarga ko'rsatishni niyat qildik. Qisqacha obzorni qilib beramiz. Ko'pchilik kosmetika do'konlarida juda ham o'lik ranglarni tanlab qo'yishadi. Biz bu yerda sochli ranglardan foydalanganmiz va e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ikki xil rangdan foydalanganmiz. Birinchisi pistashka rang va unga rozoy rangi kollaboratsiya qilganmiz. Va bu yoqqa e'tibor beradigan bo'lsanglar, devorlariga esa foto obro'larni chiroyli qilib yopishtirib berganmiz. Bu tovarning vidni ochib beradi. Qachonki orqa fon to'q bo'ladigan bo'lsa va tovar turadigan bo'lsa, shunda o'ziga yarasha tovarni yanada qimmatlashtirib beradi. Kosmetika magazinlarida yana ikkinchi narsa bor, e'tibor berilmaydi, oyna bilan освещение bo'ladi. Oynaga qaraganda o'zini tabiiy ko'rish kerak bo'ladi, yuzini va o'sha ishlatayotgan mahsulotni ko'chaga chiqqanda ikki xilligini berib qo'yish kerak emas. Shuning uchun biz oynalarni juda ham ko'paytirib berdik. Ko'p kosmetika do'konlarida e'tibor beradigan bo'lsanglar, oyna kam bo'ladi va uni ustiga освещениесі hisobga olinmagan bo'ladi. Biz bu yerda buni hammasini hisobga olib berdik va mijoz buni harakatlantirishligi uchun bemalol gradusini buriladigan qilib berdik. Kosmetika do'konida 3-noodatiy qilib bergan ishimiz bu stilistika bo'ladi. Bu stilning nomi Bionika. Ko'p joylarda e'tibor beradigan bo'lsanglar, kosmetika do'konlarida juda ham oddiy, sodda formula bo'ladi. Bu yerda biz avvalning harakatlanishi uchun odamni avval formuladan foydalanganmiz. Bu ham harakatga ta'sir qiladi va bu yoqqa keladigan bo'lsangiz, yumshoq effektni berib turadi. O'rtoqlar, Plaus kompaniyasi uylarni loyihalashi, qurilishi, remont qilishidan tashqari biznes obyektinglar bo'lsa, полностью uni realizovat qilib, loyihalardan tortib, podключ remontigacha topshirib bera oladi. Bemalol shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'ladi.